Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki Uzcard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. Meksika va AQShni bog'lovchi narkotik kontrabandasiga mo'ljallangan murakkab yer osti tunneli aniqlandi. Ukraina bugun Mirziyoyev boradigan shaharga aviazarbalar berdi. Eron Kuvayt xalqaro aeroportiga aviazarba berdi. Sening toming ketgan. Tramp Livanga hujum tufayli Netanyahuni qattiq qo'ydi. Surxondaryoda kim o'zar o'ynagan o'smirlar halok bo'ldi. Tramp Tehronning og'zaki va'dalarini yetarli emas deb hisoblamoqda. Meksika va AQShni bog'lovchi narkotik kontrabandasiga mo'ljallangan murakkab yer osti tunneli aniqlandi. Meksika bosh prokuraturasi joriy yilning 31-may kuni Tijuana shahri yaqinida AQSh chegaralariga olib borishi mumkin bo'lgan murakkab yer osti tunnelini aniqladi. Bu haqda Fox News xabar berdi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, tunnel qurol-yarog', portlovchi moddalar va giyohvand moddalarni noqonuniy tashishda foydalanilgan bo'lishi mumkin. Aniqlanishicha, tunnelning uzunligi taxminan 265 metrni, chuqurligi esa 6,3 metrni tashkil etadi. Unda yoritish va shamollatish tizimlari hamda yuklarni ikki tomonga tashish uchun mo'ljallangan elektron transport mexanizmi mavjud bo'lgan. Operatsiya natijasida umumiy og'irligi 1029 kilogramm bo'lgan, qiymati qariyb 45 million dollarga teng kokain hamda o'q-dorilar, metamfetamin, marixuana va turli hujjatlar musodara qilingan. AQSh rasmiylarining ma'lum qilishicha, ushbu musodara Meksikaning eng yirik jinoiy tashkilotlaridan biri hisoblangan Jalisco yangi avlod karterliga jiddiy zarba bo'lgan. Mazkur jinoiy ish doirasida 4 nafar gumonlanuvchi hibsga olingan. Ularga taqiqlangan moddalarni tarqatish va noqonuniy tunnellardan foydalanish ayblovlari qo'yilgan. Aybdor deb topilgan taqdirda ular umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Meksika bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, tunnel AQShning San-Diego shahridagi ko'chalardan biriga chiqishi mumkin. Biroq tunnelning AQSh tomonidan chiqish nuqtasi hozircha rasman tasdiqlanmagan. AQSh va Meksika rasmiylari yer osti kontrabanda yo'llariga qarshi kurash davom etishini bildirgan. Ukraina bugun Mirziyoyev boradigan shaharga aviazarbalar berdi. Ukraina 3-iyun kuni xalqaro iqtisodiy forum o'tkaziladigan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga dronlar bilan zarba berdi. Hujum oqibatida Peterburg neft terminalida yirik yong'in chiqdi. Bu haqda RBK Ukraina xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Peterburg portiga uyushtirilgan hujum 3-iyunga o'tar kechasi boshlangan. Bugun shaharda xorijiy tadbirkorlar va delegatsiyalar tashrifi kutilayotgan xalqaro iqtisodiy forumning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlarda hujumga uchragan terminal aks etgan kadrlar tarqaldi. Videoda kuchli portlash tovushlari eshitilgani va osmonga qalin qora tutun ko'tarilgani ko'rish mumkin. Hujum tufayli neft rezervuarlari yonib ketgani aytilmoqda. Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenko ertalab soat 6larda shahar atrofida 30 ta dron urib tushirilgani haqida xabar berdi. Biroq u portdagi yong'inga rasmiy izoh bermagan. Peterburg neft terminali Rossiyaning shimoli-g'arbidagi eng yirik neft mahsulotlarini qayta yuklash majmuasidir. Uning umumiy maydoni 37 gektarni tashkil etadi. Terminal hududida neft mahsulotlarini saqlash uchun 21 ta rezervuar mavjud bo'lib, uning quvvati yiliga 12,5 million tonnani tashkil etadi. Spark Interfax ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda Sankt-Peterburgdagi neft terminalining daromadi 8,6 milliard rublni, sof foydasi esa 5,8 milliard rublni tashkil etgan. Eslatib o'tamiz, Sankt-Peterburgda 3-6 iyun kunlari Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi bo'lib o'tadi. Eron Kuvayt xalqaro aeroportiga aviazarba berdi. Kuvayt xalqaro aeroportining yo'lovchi terminaliga Eronning dron va raketalari bilan uyushtirilgan hujum oqibatida bir necha kishi jarohat oldi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi hamda fuqaro aviatsiyasi idoralari ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi vakili polkovnik Saud Abdulaziz Al-Atvonning bildirishicha, aeroportning T1 yo'lovchi terminali bir nechta uchuvchisiz uchish apparatlari tomonidan nishonga olingan. Hujum natijasida moddiy zarar yetgan va jarohatlanganlar qayd etilgan. Kuvaytning Kuna axborot agentligi xabariga ko'ra, hodisadan so'ng aeroportda favqulodda vaziyatlarga javob berish rejasi ishga tushirilgan. Havo hujumi aeroport infratuzilmasining ayrim obyektlariga zarar yetkazgan. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida aeroport faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Chiquvchi reyslar kechiktirilgan, qiruvchi samolyotlar esa boshqa aeroportlarga yo'naltirilmoqda. Kuvayt qurolli kuchlari vaziyatni nazorat qilayotganini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tahdidlarga javob berishga tayyor ekanini ma'lum qilgan.
Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Sening toming ketgan. Tramp Livanga hujum tufayli Netanyahuni qattiq koyidi. Donald Trump Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan telefon orqali muloqotda uni Livan mojarosidagi eskalatsiya uchun qattiq tanqid qildi deb yozmoqda Axios bir nechta manbalarga tanib. Suhbatdoshlardan birining aytishicha, AQSh yetakchisi Isroil bosh vazirini nonko'rlikda ayblagan. Sening toming ketgan. Agar men bo'lmaganimda sen hozir qamoqda o'tirgan bo'larding. Men seni qutqaryapman. Endi seni hamma yomon ko'radi. Shu sababli hamma Isroilni yomon ko'radi. Boshqa bir manbaning aytishicha, Trump qaysidir pallada quturib ketgan va Netanyahuga shunday deb baqirgan: "Sen nima qilib yuribsan o'zi?" Axios manbasi qayd etishicha, Trump va Netanyahu o'rtasida oldin ham keskin ruhdagi telefon muloqotlari bo'lib turgan, ammo bu Trump Oq uyga qaytganidan keyingi davrdagi eng og'ir suhbatlardan biri bo'ldi. Nashr taxminiga ko'ra, Trumpning g'azab otiga minishiga Livandagi eskalatsiya AQShning Eron bilan olib borayotgan muzokaralarni barbod qilish xavfini tug'dirgani sabab bo'lgan. Telefon orqali muloqotdan so'ng Trump Trust Social ijtimoiy tarmog'ida Netanyahudan Bayrutda yirik amaliyot o'tkazmaslikni so'ragani va u o'z qo'shinlarini ortga qaytargani haqida yozdi. Trump Hizbulloh rahbariyati vakillari bilan ham gaplashgan va ular Isroil va uning harbiy xizmatchilarini o'qqa tutishni to'xtatishga rozi bo'lganini qo'shimcha qilgan. Netanyahuning idorasi ham bosh vazir va Trump o'rtasidagi muloqot haqida xabar bergan. Netanyahu agar Hizbulloh Isroil shaharlarini o'qqa tutishni to'xtatmaydigan bo'lsa, Isroil Bayrutdagi terrorchilik nishonlari bo'ylab zarbalar berishdan ogohlantirgan. Bizning pozitsiyamiz o'zgarmaydi degan Isroil bosh vaziri. Isroillik rasmiylardan biri Axios nashriga Isroil Hizbullohning Bayrutda obyektlarga zarba berishni rejalashtirmayotganini ma'lum qilgan. Amerikalik mulozim esa Trump Netanyahu bilan muloqotda o'z pozitsiyasini o'tkazganini aytgan. Mayli, faqat hammasi yaxshi bo'lishiga ishonch hosil qiling degan edi yakunda Netanyahu. Surxondaryoda kim o'zar o'ynagan o'smirlar halok bo'ldi. Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida Damas va Nexia o'rtasida uyushtirilgan poygada 2 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, hodisa 28-may kuni soat 23:50 larda Uzun tumani Chaqar mahallasi hududidan o'tuvchi D169 avtomobil yo'lining 132 kilometrida sodir bo'lgan. 17 yoshli o'smir 4 nafar tengquri bilan birga Damas rusumli avtomobilni boshqarib ketgan. Shu vaqtda u o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanayotgan 20 yoshli tanishning Nexia avtomobili bilan kim o'zarga harakat qilgani aytilmoqda. Nexia haydovchisi ham haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan. Oqibatda 2 avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida Damas avtomobilini boshqargan voyaga yetmagan haydovchi hamda Nexia avtomobilidagi yo'lovchilardan biri vafot etgan. Qolgan ishtirokchilar turli darajadagi tan jarohatlari bilan tibbiyot muassasasiga yetkazilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'ona viloyatining Quva tumanida Nexia 2 va Onyx ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va unda haydovchilardan biri vafot etgandi. Trump Tehronning og'zaki va'dalarini yetarli emas deb hisoblamoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Eronning yadroviy dasturi bo'yicha bajarayotgan majburiyatlarni yozma ravishda rasmiylashtirish tarafdori ekanini ma'lum qildi. Bu haqda ABC News telekanali manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron muzokarachilari Washingtonga og'zaki ravishda Tehron yadroviy dasturiga oid bir qator shartlarga rozi bo'lishini bildirgan. Biroq Oq uyda o'tkazilgan yig'ilishda Trump ushbu kafolatlarni yetarli deb hisoblamagan va yozma majburiyatlar talab qilgan. Telekanalning qayd etishicha, AQSh va Eron o'rtasida muhokama qilinayotgan o'zaro anglashuv memorandumi sulh muddatini uzaytirish, Hormuz bo'g'ozida kemalar harakatini bosqichma-bosqich tiklash hamda Eronning yadroviy dasturi bo'yicha keyingi muzokaralar muddatlarini belgilashni nazarda tutadi. Manbalarga ko'ra, tomonlar avvalroq Trump ma'muriyati va Eron rasmiylarini qoniqtiradigan kelishuv loyihasi yuzasidan dastlabki kelishuvga erishgan. Hujjatda Eronning yadroviy qurol ishlab chiqarmaslik bo'yicha yozma majburiyati aks etgan bo'lsa-da, mamlakat yadroviy dasturining boshqa jihatlariga oid aniq talablar kiritilmagan. Avvalroq New York Times nashri Trump ma'muriyati Eron bilan tuzilishi mumkin bo'lgan kelishuv shartlarini yanada kuchaytirib, Tehronga yangi takliflar yuborgani haqida xabar bergan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.